Assalomu alaykum, hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hammalaring kunlaring xayrli o'tsin. Alloh barakatli qilsin. Bugungi kunimizni hammalaring yaxshi kayfiyat. Bugungi kontentimiz Rivoj 98 omboriga sayohat deb nomlanadi. Xudo xohlasa bugun temir beton mahsulotlarimizni oldin sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. Temir beton plitalar, temir beton fundamentlar, temir beton regellar, FBS blok, stalbalar shular ko'rib chiqqan edik. Faqat tayyor holatini emas, ishlab chiqarilish jarayonlarini ko'rib chiqqan edik sizlar bilan. Endi bo'lsa do'stlar, omborlarimizda taxlangan temir beton fundamentlarimizni, hamma temir beton mahsulotlarimizni sizlarga birma-bir ko'rsatib chiqaman. Qanaqa taxlangan, sifati qanaqa, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoga bitta like bosib, mana shunaqangi temir beton sohasiga yoki-da qurilish bilan shug'ullanadigan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Xudo xohlasa hamma mahsulotlarimizni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, endi temir beton plitalarimizga keladigan bo'lsak, o'zi zavodimiz, kompaniyamiz Rivoj 98 1998-yildan beri faoliyat yuritadi. Roppa rosa 28 yillik tajribaga ega. Temir beton plitalarimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, temir beton plitalarimiz 2 metrdan 8,5 metrgacha ishlab chiqaramiz. İchiga qanaqa mahsulot ishlatishimiz albatta quruvchilarga, bundan foydalanadigan, bu mahsulotimizdan foydalanadiganlarga qiziq bo'lishi mumkin. Ko'p joy sexta armaturasini ishlatadi, boshqa. Biz yomonlamoqchi emasmiz boshqa joylar, lekin biz Namangan metallurgiya zavodida o'zidan olib kelib ishlatamiz armaturalarni. 12, 14, 16 diametrli armaturalardan foydalanamiz. Ya'ni o'sha zavodni o'zini sifatli armaturasini ishlatamiz. Keyin armaturani qizdirib turib tashlaymiz temir beton plitalarning ichiga. Buni oldingi videolarda sizlar bilan ko'rib chiqqanmiz. Farxonada quritamiz. Uni ham afzalliklarini oldingi videolarda aytib o'tganman. Trishina tushirmaydi mahsulotga, sifatini, mustahkamligini o'ta ideal darajada qilib beradi Farxona ham. Plitalarimiz 2 metrdan 8,5 metrgacha ishlab chiqaramiz. Eng yana bir afzalli tomoni temir beton plitalarini ko'p quruvchilarda shu muammo qiynaydi. Temir beton plitalarini obyektiga ulgutib beradigan zavod oqtarishadi. Ishlab chiqaradigan shunaqa joy oqtarishadi. Albatta biz katta ob'yomdagi, misol 9 etajlik, misol yaqinda berdik Farg'ona Umid yulduzlari qurilish firmasiga. Buni Instagramlarga ham joylab o'tganmiz. Farg'ona Umid yulduzlari qurilish firmasi naqd 9 qavatli, har bir qavatga 200 tadan plita ketadigan obyektni ko'tarishdi. Bizda temir beton plitalarimizdan foydalanishdi. Bu degani nima degani? Har qanday katta ob'yomga ulgutib bera olamiz bemalol. Tez fursatda yetkazib bera olamiz. Do'stlar, keyingi mahsulotimiz temir beton fundamentlarimiz hisoblanadi. Temir beton fundamentlarini ko'pchilik o'zimdan ham qiziqib so'rashadi. Temir beton fundamentlari nima uchun foydalaniladi degan savol bor. Mana o'zimizda Farg'onaga tushishda yo'lda yuqori kuchlanishli elektr liniyalarini tortishda foydalaniladigan temir stalbalarimiz bor. Mana shunaqangi temir stalbalarimizni to'ralar atrofiga, poydevor qismiga temir beton fundamentlarimiz aynan ishlatiladi. Ya'ni bu o'sha poydevor qismini mahkam ushlab turuvchi mahsulot hisoblanadi. Temir beton fundamentlarimiz buni ichiga ham o'sha Namangan metallurgiya zavodini armaturalaridan foydalanamiz va betonni markasini 350 marka betondan foydalanamiz jami mahsulotlarimizga. Temir beton fundamentlarini 12 xil turdagisini ishlab chiqaramiz. Buni oldin ham sizlarga aytib o'tganman. Misol F5AM, F4AM, F3AM mana shunaqangi 12 xil turdagisi ishlab chiqariladi. Temir beton fundamentlarda misol nima desam bo'ladi? Fundamentlarimizni ham har qanday katta ob'yomga bemalol ishlab chiqarib ulgutib bera olamiz. Mana shu joyini iloji bo'lsa yuqori kuchlanishli elektr liniyalarini tortadigan quruvchi akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Yana bir bor aytib o'taman, videoga bitta like bosib qo'ying, mehnatimizni qadrlagan holda. Ana undan keyingi mahsulotimiz endi temir beton regellarimiz bo'ladi. Temir beton regellarini ham aynan o'sha mahsulotimiz o'zi
stabil holatida taxlangan joyida birgalikda hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik. Do'stlar, mana temir beton rigellarini ham ishlab chiqaramiz. Aynan taklangan holatida sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana ko'rsatyapman. Temir beton rigellarini misol Air 5, Air 6, Air 1 shunaqa turlari mavjud. Ishlab chiqaramiz. O'sha yuqori kuchlanishli elektr liniyalarini tortishda foydalaniladi, ya'ni temir beton rigellarimiz ham. Istal yaqinda Qirg'izistonga, qo'shni Qirg'izistonga katta miqdorda temir beton rigellarini jo'natdik. Sizga ham har qanday katta ob'yomingizga qaramasdan butun SNG davlatlariga, undan tashqari O'zbekiston bo'ylab temir beton mahsulotlarimizni har qanday turini yetkazib bera olamiz. Yana qaytarib o'taman, tez fursatda katta ob'yomingizga ulgurib bera oladi Rivoj 98 kompaniyasi. Va to'ylarda so'z isboti bilan raqsga tushib bering deydi-ku, o'shani do'stlar, so'z isboti bilan Farg'ona Umid yulduzlari, ya'ni Ibrat Building hozirgi qurilish firmasini o'sha 9 qavatli binosini 8-qavatiga biz temir beton plitalarimiz mana yuklanish jarayonida hozir yo'lga chiqadi. O'sha aytganimdek har bitta qavatiga 200 tadan 1800 ta plitaga shartnoma qilingan, xudo xohlasa. O'ylanib o'tirmasdan siz ham katta ob'yomingizga bemalol temir beton mahsulotlariga buyurtma bersangiz bo'ladi. Mana shu 9 qavatli bino ham adashmasam 4 oy davomida ko'tarildi. Rivoj 98 temir beton plitalari bilan. Nodir aka buni hidini qarang, go'zalligini degan trend chiqdi. Akamiz buni hidi omad tilaymiz. Albatta bu biroz ustan kulish emas. Temir beton fundamentlarimizni ko'rsatib o'taman. Mana tayyor saqchlangan. Sifatini, holatini o'zingiz xolisona ko'rsangiz bo'ladi. Agarda zarurat bo'ladigan bo'lsa, temir beton fundamentlarimizni buyurtma bersangiz bemalol mana shunaqangi chiroyli, sifatli holatda saqchlab, mana shunaqa tayyor holatga keltirib yetkazib berishimiz ham mumkin. Ketdik. FBS bloklarimizni 3 xil turdagisi mavjud. Albatta FBS bloklar nimaga ishlatiladi demoqchi bo'lsalaringiz, devorlarni ko'tarishda, poydevorlar qurishda mana shunga FBS bloklar ishlatiladi. Ana endi keyingi mahsulotimizga o'tamiz. Qani ketdik. Do'stlar, mana temir beton tayanchlarimizga yetib keldik. Temir beton tayanchlar, ya'ni stalbalar. Stalba desa ko'pchilik tushunadi. Stalbalarimiz 9,5 metrdan 16 metr 40 santimetrgacha ishlab chiqariladi. Hozirda stalbalarimiz ham rosa nima deydi, bozori chaqqon mahsulotimiz hisoblanadi zavodda. Mana shunaqangi 9,5 metrdan 16 metr 40 santimetrgacha bo'lgan temir beton stalbalar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta har qanday mahsulotimiz uchun ekranda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Call centerimiz raqamini telefon qilib bog'lanib ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Har qanday temir beton mahsulotlarini o'sha boshidan beri aytib o'tganimdek istalgan miqdorda katta ob'yomga bemalol ulgutib ishlab chiqarib bera olamiz. Videoga like bosing. Iloji bo'lsa quruvchi tanishlarga mana shunaqangi temir beton mahsulotlari bilan shug'ullanadigan, shunaqa mahsulotlarni ishlatadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xohlasa bundan keyingi videolarda ham sizlarga foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Qadrdonlar, hammalaringizga rahmat. Xudo xohlasa bugungi videomiz shu bilan yakunlaymiz demaymiz, yana ko'rishguncha deb qolamiz. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda sizlarga chiroyli kontentlarda, chiroyli, foydali, manfaatli bo'ladigan videolarni ulashib boramiz. Iltimos qilib qolardik, ushbu videomizga like bosib, ko'proq tarqalishiga hissangizni qo'shing, mehnatimizni qadrlagan holda.